Mashinani olib kelib uyga qo'yibdi. Kelsa, mashinani yonida bir tiziq paydo bo'ldi, o'yib tizilgan tiziq paydo bo'ldi. Endi mashinani yaxshi ko'radi, g'azabi kelibdi. Achchiqlanib xotinidan kim qildi buni? Ana u erkatoy o'g'liz mix bilan shuni tizibdi. Qani o'sha mix? Mixni ayoli yerga tutibdi, bolasini tutib, kaftini ochib, haligi zanglagan mix bilan uni kaftiga bir necha bor qattiq uribdi, qonabdi. Haligi bola dod qo'yib yig'labdi, uni qo'lini onasi bog'lab qo'yibdi. Ertasi bo'pti, ertasiga qarasa qo'l rangi o'zgarib ketgan, ishib ketgan. Bola dod deb yig'layapti. Uni doktorga olib borishdi. Doktorlar qo'lini kesmasa bo'lmaydi. Bu mixda qandaydir infeksiya bo'lgan. Qo'li kesildi, lekin kech bo'lgan ekan, butun tanaga tarqab bo'lgan ekan, bola bir necha kunda halok bo'ldi.